Saturn hech UFC ligasi haqida o'ylaysanmi deb savol berishibdi. Yaqin kunlar mobaynida o'ylab boshladim. Nima uchun o'ylamasligim kerak? Oktagon liga O'rta Osiyodagi nomer 1 ligani Allohdan so'radim. Alloh 1,5 yil ichida nomer 1 media baysiga aylantirdi Oktagon ligani ichida. Mana. Xudo xolasa, banda rizqingda UFCda ter desa hech narsa emas. Og'abek Saturn Abdumo'minov deb chaqirib jangga yurtimiz O'zbekiston bayrog'ini yelkaga qo'yib olib chiqib g'alabalar qilib kelsam. Ajab emas. Alloh beraman desa hech narsa emas. Hammasi Allohning qo'lida. Xatolar ustida ishlayapman, bilasizlar. Oxirgi bo'yimda ko'rindi. Endi bu yog'i to'g'ri yo'lda adashmasdan, odamlar gapiga e'tibor qilmasdan, akamni qabriga borib duoni qilib, Allohimdan so'rab, faqat to'g'ri yo'nalish bo'ylab dars yurish. Inshaalloh.